Mana ofisimizga mebelni Jahon bozoridan olamiz. Menimcha bu yerda mebelchilar ketdi bo'lgan. Menimcha ketishmagan. Ketdi, Jahon bozoridan olamiz. Bu ham yopiq, bu ham yopiq. Bu tomon ham yopiq. Mebelchilar qani o'zi? Men sizga necha marta aytdim, endi andijonliklar mebelni bu yerdan olishmaydi. Qayerda olishadi? Bilmoqchimisiz, yuring unda olib boraman. Siz ungacha Andijondan sahifasiga albatta obuna bo'lib qo'ying. Endi hamma mebelni shu yerda oladi. Bu Andijon Shahrixonda yo'lda ochilgan Andijon mebel markazimi? Xuddi o'zi. Kirib ko'raylik-chi. Chetda yuring. Andijon mebel markazi vodiyda yagona bo'lib, maydoni naqd 16 gektar, umumiy 6 ta blokdan tashkil topgan. Eng qizig'i bu yerda mebel ishlab chiqarish sexlari ham borligi uchun siz mebelni ishlab chiqarish jarayonini ko'rsangiz ham bo'ladi. Bu yerda hamma qulayliklar bor ekan. Usti yopiq, yozda sovuq, qishda esa issiq bo'lar ekan. Muhimi endi qor yomg'ir savdo sotiqqa ham, mebellar sifatiga ham umuman ta'sir qilmaydi. Mebel markazida kattagina parkovkalari ham bor. Endi oldingidaqa tiqilinchlarda qiynalmasdan, hatto katta yuk mashinalari ham bemalol kirib yuk olib chiqib ketsa bo'lar ekan. Andijondagi eng mashhur mebel ishlab chiqaradigan brendlar shu blokda joylashgan. Shunda bular luxury mebellardan. Barchinoy yangi so'z o'rganib olganmisiz? Bu yerdan Andijonning eng mashhur mebel brendlarining oshxona, mehmonxona, bolalar xonasi, hatto ofisga mos, high-tech, neoklassika, klassika, xullas hamma turdagi sifatli mebellarni topsangiz bo'ladi. Eng zo'r yangilik, hozirgi kunda Jahon bozoridagi barcha mebel ustalari, hunarmandlar shu yerda o'z ish faoliyatini davom ettiryapti. Bu endi mebellarni shunaqa zo'r sharoitda ham hamyonbop narxlarga oziz bo'ladi degani. Dizayniga ham gap yo'q. Bu yerda noodatiy bo'lgan mebellarni ham topsangiz bo'lar ekan. Voy, gapirmang, mana shunaqa qilib boshqarib o'tirsangiz ham bo'lar ekan. Voy, bozorda changda og'ir narsalar ko'tarib qiynalgandan ko'ra shunaqa akkuratli zo'r joydan mebel olish maza bo'lsa kerak-a? Bunga biz obunachilar nima deydi? Izohlarda o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Aytgancha, endi sizga mebel kerak bo'lsa, qayerdan kelib olishni juda yaxshi bilasiz. Bu videoni yaqinda to'y qilmoqchi bo'lgan tanishlaringizga fiq etib jo'natib qo'ying.